Yoshlar mamlakat taraqqiyotining eng katta kuchi, ularning orzu intilishlari va g'oyalari esa ertangi kelajakni belgilaydi. Shu bois davlatimiz rahbari tashabbus bilan haftaning har payshanbasi yoshlar kuni etib belgilangan. Unga muvofiq vazirlik va idoralar rahbarlari, hokimlar, banklar va oliy ta'lim muassasalari mas'ullari yoshlar bilan muloqot qilib, ularning taklif va muammolarini o'rganmoqda. Ana shunday ochiq va samimiy uchrashuvlardan biri Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universitetida o'z Milliy bank rahbariyati ishtirokida tashkil etildi. Uchrashuvda 100 nafarga yaqin talaba yoshlar ishtirok etishdi. Ochiq va samimiy ruhda kechgan muloqot davomida so'z olganlar bitiruvchilarni ish bilan ta'minlash, yoshlarning startap va biznes loyihalarini qo'llab-quvvatlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar, yangi loyihalar, kredit paketlari haqida ma'lumot berishdi. Qayd etilganidek, bank tomonidan yosh tadbirkorlarga imtiyozli kreditlar ajratish, bitiruvchilarni ishga joylashtirish maqsadida o'tgan davr mobaynida kelajakka qadam dasturi doirasida ko'plab bitiruvchi yoshlar biznes sohasiga jalb etildi va ular ilgari surgan tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash maqsadida 11 milliard 942 million so'm mablag' ajratildi. Bu ko'rsatkichlar yoshlarning iqtisodiy faolligini oshirish va yangi ish o'rinlari yaratishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Uchrashuv davomida tashabbuskor talabalar o'zlarining biznes loyihalari haqida ma'lumot berishdi. Innovatsion g'oyalar, startap va ishlab chiqarish loyihalariga mablag' ajratish shartlari haqida batafsil tushunchalarga ham ega bo'lishdi. Kredit paketlarini ham berib o'tdilar. Bu imkoniyatdan foydalanib, o'z tadbirkorligimizni yo'lga qo'yishni maqsad qilib oldik. Onlayn do'konlar yaxshi rivojlanmoqda. O'z tadbirkorligimni boshlamoqchiman va bu bo'yicha menga yetarlicha ko'nikmalar berib o'tdilar. Talaba Invest va kelajak tadbirkor bo'yicha qaysi biri yaxshiroq imtiyozga ega bo'lsa, o'sha yo'nalish bo'yicha kredit olmoqchiman. Ko'p talabalarni hozirda moddiy imkoniyatlari yetishmay qolishi mumkin yoki g'oyalarda kamchiliklar bo'lishi mumkin. Shularni bizga to'g'rilashda yordam berishdi. Men kelajakda Talaba Investda 20 million kredit olib, kredit paketlaridan foydalanib ko'raman. Issiqxona va chorva yo'nalishiga tikib ko'rmoqchiman. Uchrashuv davomida talabalar tomonidan 11 ta murojaat va 6 ta taklif bildirildi. Biznes Start kredit mahsuloti bo'yicha 200 million so'mlik 2 ta loyiha taqdim qilindi.